Aynan bu Xitoy mashinasini 41 ming dollarga olmagan bo'lardim. O'rniga yaxshi bitta Lexus olardim. Offroad dishotku, lekin ko'proq bu shaharga to'g'ri keladi. Mana toni ko'p yo'llarga bu mashina umuman chiqa olmaydi, borib. Gelikka ani o'gay o'g'li desa ham bo'ladi. Xitoy o'zi uchun bir qanaqadir bir brabus yaratdi, ya'ni Gelenwagen yaratdi, borku. Xo'p, assalomu alaykum bizning YouTube kanalida kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun xudo xolasa obzorimizda Xitoyda ishlab chiqarilgan, hozirgi kunda ko'pchilik qiziqish bildirayotgan, ko'pchilik 41 ming dollar, ya'ni 494 millionga sotayotgan Jetour T2 mashinasi bo'ladi. Bu mashina bo'yicha juda ham ko'p savollar Instagram sahifamizga ham beriladi. Ya'ni bu mashinaga propan yoki metan ustunovka qilsa bo'ladimi? Mashinaning o'zi qanaqa? Bitta to'liq obzor qilib bering imkoniyat bo'lsa deyishadi. Xudo xolasa bugun sizlarga mana shu ishni qilib beramiz. Ya'ni to'liq obzor qilib beramiz mashinani o'zi haqida ham ma'lumotlar beramiz va undan tashqari metan yoki propan bu mashinaga ustunovka qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi. Endi ko'rib turgan mashinalarni rangi juda ham ajoyib. Buni Safari desak ham bo'ladi rangini. Safari rang, ya'ni jigarrang, ochiq jigarrang rangda mashinamiz va bu mashinaga qo'shimcha tuning egalari qildirgan. Ya'ni off-road uchun, uzoqroq yurish uchun mana shu qo'shimchalarni qo'shganlar. Birinchi bo'lib tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Mashinaning o'ziga keladigan bo'lsa, endi Xitoy bilasizlar, hozirgi kundagi marketing yoki dizayn juda ham kuchli ishlayapti. Ya'ni vid bo'yicha to'g'ri unchuncha mashinalarni orqada qoldirishyapti. Zamon talabiga yarasha mashinaning vidi chiroyli bo'lgan, oldi farasi, oldi oblisovkasi. Mana bu narsani kapot ustiga alohida qo'shtirganlar okam. Mana ham tom qismidagi narsasi hozir bugun bitta video ko'rib qoldim. Instagramda Tuning House, ya'ni Dilshod egam mana shu oldi mordani bor, polностью Gelenwagen qilib qo'yganini qo'yibdi. Ya'ni xitoyliklar oldi mordani polностью Gelenwagenga o'zgartirib, orqasini xuddi shunaqa qoldirishgan. Aynan shu mashinada qilishgan. Bu o'zi Gelenwagenlar bir o'gay o'g'li desak ham bo'ladi. Xitoylik o'gay o'g'li desak ham bo'ladi. Off-road uchun, shahar uchun bu mashinani moslashtirishgan to'laqonli. Mana shu narsasi, tomidagi mana shu qo'shimcha shoxi. Mana o'ziniki zavod, mana alohida qo'yilgan. Mana bu narsasi alohida qo'yilgan. Endi parok o'zida chiqqan. Balonlari ham buni zavodskoy emas, lekin diskasi zavodskoy bo'ladi. Faqatgina balonning o'zini sal shirokiyroq, ya'ni kattarog'ini off-road uchun moslashtirib qo'yishgan, lekin mavtlarga pollarni ep keladi, oldin esingizda bo'lsa zamishlar bo'ladi, ya'ni shunaqa zamishlar qilishgan ekan. Bu yoqdagi chiroqlari. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsa, oddiy salon, unaqani wow degan narsalar yoki hozirgi zamon talabiga kerak bo'lgan funksiyalar mavjud bo'ladi. Haydab ko'rdi, tashqariga chiqdi. Hozir ko'rsataman bitta narsani, 31 ming kilometr yurgan mashinani anami shlankasi bo'ladi. Ya'ni shlankasi uje yorilib ketgan. Endi sifat darajasini o'zingizlar bu yoqqa ham tushunib olsanglar kerak. Lexuslarni bilasizlar, 150 ming, 200 ming yursa ham shlankalar hammasi but-butun bo'lib turadi. Xo'p, tashqi ko'rinishda orqada boshqa ortiqcha narsalar yo'q va mana glushtiliga alohida to'xtalamiz. Hali xudo xolasa ko'rib tursanglar, mana yoniga xuddi Gelenwagenga o'xshab ikki yoq tomondan chiqarib qo'yganmiz. Bu nasatga bunaqa emas edi. Bu nasatkani biz o'zimiz ustunovka qilib berdik akamga alohida. Oddiy nasatga qo'yib qo'ygan ekanlar. Dvigatel qismiga o'tamiz akalar. Dvigatel qismi bu mashinaga gaz qo'ysa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol juda ham ko'p beriladi. 2 litrli turbina dvigatel bilan jihozlangan GDI hisoblanadi. Ya'ni primoy porshonga benzin sepib turadi bu mashinamiz va gaz qo'yadigan bo'lsangiz aynan Yevropa gaz оборудованиесini ustunovka qildirasiz. Nimaga Yevropa gaz? Chunki Yevropa gazdagina faqat 5 va 10% gacha benzin rasxod qiladi. GDI motor bo'lgandan keyin TNVda, ya'ni benzin asosi kattasi bo'ladi. Benzin motoriga по-любому sepib turish kerak bo'ladi va aynan Yevropa gaz 5-10% gacha bor yo'g'i benzinni ishlatib turadi. Injektor 48 ga to'g'ri оборудование ustunovka qilingan. Injektor aynan Yevropa gazdan, toza italyanskiy reduktorimizga qo'yilgan Nordic va italyanskiy farsunkalar bilan ustunovka qilingan. Xudo xolasa shlankalarning hammasi Italiya va Polsha, ya'ni Fagumich shlankalardan foydalanganmiz. Filtr ham xuddi shunaqa yevropeyskiy filtrimizga qo'yilgan va hid chiqarmasligi uchun albatta to'laqonli mashinamiz to'liq termo trubkalar bilan jihozlangan. Aynan termo trubka ustunovka qiladigan bo'lsangiz, hid muammosi bo'lmaydi. Mashinani salon qismiga endi o'tamiz. Xo'p, akalar, mashinani zavod qilib qo'ydim. Hozir men funksiyalarini tushuntirmoqchiman salon qismini. Xitoy o'zida, ya'ni Jetourda bu mashina premium klass hisoblanar ekan, ya'ni ular premium segment hisobida bu mashinani hisoblaydi ekan, aynan off-road uchun va shahar ichi uchun. Lekin ko'pchilik bu mashinani babotda off-road uchun olar ekan. O'rtada kattagina monitorimiz joylashgan, hamma narsa sensorda ishlaydi. O'sha aytdimki, boy zamon talabiga yarasha hamma funksiyalari mavjud. Xo'p, abagrev bor. Xudo xolasa abduv sidenida bor. Endi massaj yo'q. Besprovodni o'zgartganmiz. O'rtadagi konsullarimiz hamma narsani shu yerdan bemalol boshqarsa bo'ladi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta shahar sikli bilan 6 ta rejimga mashinamizda to'laqonli o'tadi. Multimediya rulimiz, tarp etgan tepa qismlari полностью
koja bilan qoplangan, pastki qismlari bo'lsa plastik, eng pastki qismlari полностью plastikdan qilingan. Tepa patologimizni qoraytirilgan, lekin alkantara bilan emas, oddiygina Xitoy material bilan qilib dizayn qismi bo'yicha mashina yomon emas va akustikasi ham полностью Sony bo'lgan. Endi salon rangini o'zingiz ko'ryapsiz, bunaqa oddiy jigarrang rangda qilingan. Plastikka o'zini sifatiga keladigan bo'lsa, unaqa premium klassdagi plastik demayman, plastiki sal unaqa arzonroq o'rta miyoni hisobdagi plastik hisoblanadi. Endi Lexusda yoki Mercedesda yoki BMWda hozirgisida emas, undan oldingilarda plastik sifatlari anchagina yaxshi bo'lgan. Endi bu yoqda sal quyoshda ko'proq yurib, quyoshda qolib ketadigan bo'lsa, o'sha yorug'lar yoki oqarishlar albatta bu mashinada seziladi. Xo'p, endi balon qismiga bitta o'taylik, ya'ni gaz balonimizni, propanimizni aynan qanaqa joylashadi. Mashinamizga bakiga har doim eng minimal benzin yoziladi. Bu eng kamida 92 benzinda harakatlanish kerak bo'ladi. O'zbekiston sharoitida bilasizlar 92 benzinlarning ko'pi 80 ni o'zini 92 sifatida sotishadi. Xo'p, bagaj qismiga keldi akalar. Bagaj kichkina emas, bagaj anchagina katta. Endi off-road uchun moslashtirilgan mashina bo'ladi. Shunda ochamiz, bagajni ko'ryapsizlar. Aslida standart bo'yicha gaz balon joylanadigan bo'lsa, mana shu polikitaga joylanishi kerak bo'ladi. Lekin bunda subwoofer borligini hisobiga, botdagi joy egalariga kerak bo'lgani hisobiga biz gaz balonni tek qismiga joylab berdik. Boyiga nasatkalar bor-ku, orqadan ikkita chiqadigan gulishtirlar, xuddi Gelenwagenga o'xshab yon qismidan chiqarib yubordik va gaz balonni 65 litrli silindrovosini tek qismiga joylab olganmiz. Xudo xolasa hech qayerga tep qolmaydi. Balandligi ham normativ bo'yicha hamma narsasi ideal qilib qilingan. Taxminan mashinamizda mana shu gaz balonga benzin ishlatganning hisobiga ham 450 km atrofida harakatlanadi. Yurishlarda o'zi hech qanaqa muammoli yo'q. Biz uстановка qilib, zapravka qilib, mashinani o'zi test ozgina qildi. Shu yerda o'zida endi uzoq yo'l yura olmaymiz, chunki bu mashinaga hujjatlarimiz yo'q, bez hujjat chiqib ketmaymiz. Propanda yurishi muammosiz. Agar siz ham shunaqa mashina olib, benzin sifatdan qiynaladigan bo'lsangiz, propan qo'ydirishingizni maslahat beraman. Metan bu mashinaga umuman to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ekonomi bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham metan to'g'ri kelmaydi. Undan ko'ra yoki 92 benzin o'zida yurgan yaxshi yoki o'rniga ko'ra metan qo'yib olgan, propan qo'yib olgan ma'qulroq bo'ladi. Xudo xolasa mashinamiz tayyor, egalariga topshirib yuboramiz. Bizani obzorlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar va eksklyuziv mashinalarni ko'rib borasizlar. Propan yoki metan xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar.